Assalomu alaykum. 1 minutga. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Instagram bor a? Obuna bo'lgan bo'lsangiz, like'lab bosgan bo'lsangiz $100 olasiz. Bitta ko'raylik. Instagramni endi ochganman. Ha, bo'ldi, ko'raveraylik. Obuna bo'ling. Omadingizni ham sinab ko'ramiz. Taniysizmi meni? Ana bo'lmasa, Rosh keramika deb yozing. Voy, shunaqa qilasizlar-da. Rishtondanmisiz? Yo'q, Rishtondan, Farg'onadan. Farg'onadan, ha, bo'ldi, gap yo'q. Mana birinchisi. Bo'ldi, obuna bo'ling-da. 1 dan 30 gacha. Yaxshi ko'rgan soningizni ayting. Necha? 25 ha. Mana men bundan xohlagan tarafingizni sanang. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25. Oling 10 ming. Bugun aka Rishtonda mehmon ekansiz. Men sizga iftorga zo'r aytaman. Bitta o'rtog'ingiz bilan borib iftor qilasizmi? Men nomimdan. Qarang. Uchariq osh markazida somsa, shashlik 5-6 xilish, keyin ovqatlar, sho'rva, osh, hamma narsa bor, issiq, dastavka ham qilib berishadi. Manzil Uchariq svetofor shunday yonida. Nomerlarni ham qoldiraman. Agar Rosh keramika bizning nomimizdan borsangiz, kishiga iftor nima yesangiz tekin. Ha? Sog' bo'linglar. Sizlarga ham tavsiya. Rahmat, sog' bo'ling. Obuna bo'lishni unutmanglar. Uchariq osh markazida iftorlikka kelaverasizlar.